Salom. Bugungi videomiz davomida har xil bombali tuzoqlar, qamalib qoladigan tuzoqlar va umuman asabni buzib yuboradigan tuzoqlar qilamiz. Qaniki videoni boshida nima haqida video bo'lishini bilib oldinglarmi? Xo'p, mavzuyimiz nima haqadaligini bilib olgan bo'lsalaring, unda biz YouTube'dan tuzoqlarni ko'rishni va u o'xshaydimi, o'xshamaydimi shuni bilishni bilib ko'ramiz. Unda boshladik. Bitta tuzoq yasashni topdim. Bu mana hozir bu plus shaklida, shu qo'shuv shaklida yerni buzib olyapti. Bu tekis yo'lda flatda bo'lmaydi menimcha. Biz bitta bomba ham qo'yib qo'yaveramiz. Bizga anaqa portlashmas. Sizlar esa do'stlaring bilan ularni o'ynayotganlaringda bu tuzoqni qurishinglar mumkin. Yoki avvaldan bu serverni yaratib, ulanishdan avval men yangi server ochdim deb aldab, o'zingizlarga kuchli qurollar olib oling va sandiqqa yashirib qo'ying. Xo'p, mana bunday qurib oldi, bombalarni qo'yib chiqdi. Sandiq menimcha oddiy sandiq emas, bombani portlatadigan sandiq. Xo'p, qani endi nima bo'ladi? Xo'p, ichini ochadi, diamant ko'radi. Buni diamant yo'q ekanda nima bo'ladi endi? Yo'q-mo'yo, dahshat-ku, qani kelib ko'ramiz. Bomba portlatadimi? Portlatadi, bo'ldi, bildim. Hash va diamant bo'ldi. Yerni bir ana bedurga yetib borguncha qazib olamiz biz ham. Hopa. Hop. What? Mana bu yerga yer qo'yamiz, sandiqqa qo'yib turib. Stop. Betga bombani qo'y. Diamant sol. Xo'p, endi mana bunday qilib yer qo'ysak bo'ladi. Xo'p, endi buni tutorialni ko'ramiz. Xo'p, do'stingiz keladi. Mana bu sandiq nima ekan deb ochib ko'radi. O diamant bor ekan deb olguncha. What? Bo'ldi. Bu ham o'xshadi. Xo'p, keyingi tuzog'imizni ko'raylik-chi. Qani yana tuzoq. Nima qilyapti? Xo'sh. Xo'p, yaxshi. Bularni nimaga buzganini bilmayman. Knopka, bunday ustiga chiqqaningizda bosiladigan knopka, 4 ta eshikni qo'yib chiqyapti. Menimcha buni yarim davlatdan ko'p davlat tezda chiqib qoldi. Buni yangilangan versiyasi ham chiqdi, do'stlar. Bu eski versiyasi. Mana qarab turinglar. O'tdan eski versiya. Xo'p, do'stlar, nima ham deymiz endi? Qilamiz-da. Faqat uni hozir yangilangan versiyasini qanaqaligini ko'rsataman. Xo'p, bu tursin. Da eshigi olamiz. Yo'q, bizga kerak emas. Reklama deyapti. Buni Xo'p. Buni qo'yamiz. Bosib olmaymiz, do'stlar, ehtiyot bo'lamiz. Menimcha buni avvalgi videoyimda ham qilganman bu tuzoq. Menimcha avvalgi videoyimda ham bo'lgan bu tuzoq. Mana bunday qilib turib, tak qilib turib. Buz gap yo'q. Endi bitta so'g'alamiz. Mana bu yerga qo'yamiz. Davayte, qarab turinglar. Do'stlaring keladi, bu yerga qamaladi va buni buzguncha biz kreativ edik-ku. Va o'lib ketadi. Suvga nima qilib bo'lsa ham o'lib ketadi, do'stlar. Xo'p, eshik bekilmasidan avval bu bomba portlab ketdi, yaramas. Buni kreativ, survival paytda mana buni buzish suvda qiyin, to'g'ri. Menimcha buni faqatgina Minecraft'erlar biladi. Bitta unda keyingi bo'pti, hozir sizlarga uni ko'rsatay.
Hozir buzilib ketdi, bor buzmayman endi. Nima bo'ladi? Endi bosganda qamalib qoladi. Mana tepasini bekitib qo'ysangiz suv qilib, lekin mana bunday qilib chiqib ketish usuli bor. Ana shunday qilib chiqib ketish usuli bor. Lekin bu usulni hamma ham bilmaydi. Shuning uchun bu videoni do'stingizga ko'rsatmang. Xo'p do'stlar, hozir YouTubedan bitta tuzoq ko'rdim. Uni sizlarga kesib ko'rsata olmadim. Sababi bor. Aytsam ham bo'lmaydi uni. Aytsam ham u shundaylar qanaqa sababligini. Aytsam bo'lmaydi uni. Вообще aytib bo'lmaydi. Lekin o'sha deyarli yarimdan ko'p tuzoq o'sha eski o'xshar ekan. Va o'rnimcha to'g'ri. Bo'ldi shular. Voy, mana bu emas. Boshqacha kerak. Mana shu. Bezurkacha, xullas bezurkacha давайте. Tuzoq, boshqa tuzoqlar topolmadim. Minecraft juda ham kam odam o'ynaydigan ketdi menimcha. Nimaga faqat flatda olyapman bu o'yinni bilmadim. Yo'q, mana bo'sh baqiroq. Voy, meniga ham bitta katta qolib ketmasdi. Bu ustiga endi o'rnimcha to'g'ri. Eng yomonni aytaman. Eng yomonni tanityapman. Mana bu yerga o'rtasi mashittimda. Mana bu yerga yo'q, hech bola yozmaymiz. Yana bitta. Bo'ldi menimcha. Qo'ysa bo'ladimi? Yo'q. Qo'yib chiqamiz. Tak. Menga baribir mashinadan tushib ketdi. Tak. Sandig'i mana qo'yay. Tak, mana bo'ldi. Qani o'sharmikin boradi. Sandiqni ochadi va yo'qki boshqa sandiq ekan. Va qaraganda esa not. Bye. Hop, xullas bu ham, oh my god, chegaradan chiqib ketdik. Xullas bu ham o'xshadi do'stlar. Hop, video yakunlab qoldi degan umiddaman. Menimcha video tugaydigan mahal bo'ldi. Bitta sizlarga sir aytay. Mana bu narsani nimaligini kim biladi, mana bu narsani. Mana shuni agar bunday qilib turib qo'yaversam, ana skelet ko'rdinglarmi, yo'qolib qoldi. Agar buni kuchaytirib desam, mana hamma yoqda o'ldiraman. Mana eng kuchlilari. Buni o'ldirsalaring, eng qizig'ini aytaymi, buni o'ldirsalaring kiyimlar tushadi. Mana skeletlar juda maksimal tezlikda. Juda ham xo'p, xullas. Xayr, sizlarga bu tuzoqlarni bilarmidinglar, bilmasmidinglar, kommentda yozib qoldiringlar. Bilsalaring like bosinglar. Agar yo'q bu tuzoqlarni bilmasdik desalaring, obuna bo'lib qo'yinglar. Agar obuna bo'lmagan bo'lsalaring yoki agar avvaldan obuna bo'lganlar komment yozib qoldiringlar, bo'ldi. Nima o'zi bu videodan maqsad? Shuni deb yozsalaring, men yaratgan bot sizlarga javob qaytaradi. YouTubedan men bitta bot yaratganman, o'shani sizlarga javob qaytaradi. Masalan, kommentga gamer deb yozib qoldiringlar yoki avuzozor deb yozib qoldirsalar yoki avuzodan salom deb biror kimga yozib qoldiringlar yo meni silkamni boshqalarga ham tarqatinglar.
meni botim sizlarga javob qaytaradi. Kommentga gamer meni nomimni silkasini Telegramlarga, boshqa yerlarga obuna bo'ling deb tarqating. Meni botim sizlarga javob qaytaradi. Seriozno gapiryapman.